Kecha xo'jayinim bilan choyxonaga borib mazza qilib mosh kichir yegim kelyapti desalar bo'ladi. Adas choyxonani puliga payli go'sht olib keling, halimdek mosh kichirini o'zim uyda tayyorlab beraman deb ishga kirishdim. Bismillah deb qozonga ko'pgina yog' solib, ikkita katta piyozni xuddi shunaqa tillarang bo'lgunicha qovuramiz. Qovurilgan piyozimizni yarmini olib qo'yamiz va qolganiga payli go'shtimizdan cho'nchigimiz ko'targanicha solamiz. Go'shtlarimizni ham qizargunicha qovuramiz va yuvilgan moshni solib, 1-2 aylantiramiz. Va ustidan qozon to'lgunicha muzdekkina suv solamiz. Ovqatimiz qaynab chiqqach, tegini past qilib 3 soat davomida qaynatamiz. Tuzini ko'rib rostlaymiz hamda go'shtimizni maydalab tutib, qozonimizga yana qaytadan solib, yana 10 daqiqa qaynatamiz. Bu orada bir piyolagina guruchimizni ham yaxshilab yuvamiz hamda taomimizga solib qaynatishda davom etamiz. Esingizdan chiqmasin, guruch solgandan keyin yana 1 soat davomida ovqatimiz qaynashi kerak. Agar taominglarni tagiga olmasdan zo'r bo'lib pishishini xohlasanglar, u holda xuddi menga o'xshab aprel qozonlaridan foydalaning. Maydalangan go'shtlarimiz yanada maydalanib, xuddi halim ko'rinishini beradi. Taomimiz tayyor. Ustini xohishga ko'ra bezatamiz. O'rtalariga yog'liqqina piyozlarimizni solib dasturxonga tortamiz. Bir dona like va kommentariyani ayamaymiz hamda do'stlarimizga ham yuborib qo'yamiz.